Assalomu alaykum. Mana bugun bizlar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi katta optim va ulgurji chakana savdo qiladigan do'konda markirovka jarayonlariga chiroyli yechim berganimizga mana bugun 3 kun bo'ldi. Bu yerda hozir biz tezliklarni qanday ulab markirovka jarayonlariga qanday yechim berganimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana tezliklarimiz postga ulab olingan, turibdi, tayyor turgan holda va endi bunda spiska qilish jarayoni va markirovkalarni urib biz post tizimida savdo qilishni ko'rsatib beramiz sizlarga. Xo'sh, bu tezliklarning qulayligi, blokli, donali, markirovka, shtrix kod hammasini spiska qilib urib bizani post tizimida chiqarib bera oladi. Hozir mana misol uchun pivalarni bloki bilan uramiz. Urganimizda spiska bo'lyapti mana. Blok markirovka 24 ta markirovkasi bilan urildi. Blok markirovkasi keyingisiniki mana. Boshqa turdagi piva mahsulotlarini ham urganimizda bizga spiska qilib beryapti. Xohlagan mahsulotni biz markirovkadan, ya'ni markirovkalashtirilmagan mahsulotlarni ham spiska qilsak bo'ladi bu tezlik bilan. Ya'ni qanday? Uni shtrix kod orqali. Hozir sizlarga mana endi pivani ko'rsatib beraman. Mana bu mahsulotimiz. Undan keyin har qanday shtrix kodi bor mahsulotlarni biz bu tezlik yordamida spiska qilib post savdo tizimida ro'yxatini arka apparatlarda yoki virtual kassalar bilan chek chiqarib berishimiz mumkin. Mana bunda endi shtrix kod bilan urib speskamizga qo'shib olamiz bularni. Shtrix kod bilan urganimizda mana Pepsi'dan so'ng Coca-Cola. Spiska tayyor bo'lgandan so'ng yuborish tugmachasini bosish orqali yuborib postga ko'rsatamiz. Postga chiqarib beramiz. Mana postimizda hech qanday savdo yo'q. Mana buni bosish orqali mana Coca-Colalar markirovkasi urilmagan, Pepsi'ning markirovkasi urilmagan. Mana bu Pulsar baklashga 2-3 markirovka urilgan 6 ta blok bilan urilgan, ya'ni bunda 24 ta 2 blok, mana 1 blok, mana bunda 48 ta 2 blok markirovkalar urilgan jarayoni. Va buni tasdiqlash bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng, to'lovni bosganimizdan so'ng tizimni o'zi arka apparatdan chiqaraymi yo'qmi deb bizdan so'raydi. Arka apparatlarni biz post tizimiga ulab qo'yganmiz. Bu yerda arka apparatdan chiqaz deb keyingisini bosish orqali biz arkadan mana bunaqa chek chiqarib olishimiz mumkin. QR kodli. Bu do'konga biz qanday yechim berdik? Bu do'konga Hippo ERP orqali biz eng asosiysi vaqtni tejab qolishga yordam berdik. Avvallari bu do'kon egalari biron bir markirovkalangan mahsulotni sotish uchun oldin spiska qilib olishgan va keyin o'sha mahsulotning markirovkasini 2D skaner orqali kassa apparatlariga urgan holda soliqqa yuborgan bo'lsa, bu ancha vaqt talab etgan. Hippo ERP tizimini o'rnatganimizdan so'ng endilikda markirovka jarayonlari va spiska qilish jarayoni birgalikda amalga oshirilyapti. Kassa apparat yordamida esa soliqqa yuborib berilyapti. Bu degani bitta o'q bilan ikkita quyonni urish deganidir. Agarda biron bir savolinglar yoki tushunmagan joylaring mavjud bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi.